botlarga chiqishi o'zi bo'lmadi. Xudoga shukr. Mana bizlar ham Parkentda turib, Parkentni tog'larni hech yo'qlamoqdik. Do'stlarimiz bilan chiqib keldik. Mana Xudo xolasa. Ular ham mana hozir orqamdan chiqib kelyapti pastda. Mana uzoq masofalarni bosib o'tib, mana bu tomonlarimiz so'qoq, mana bu tomonimiz Kumushkon. Bu tomonimiz o'z Parkentga olib ketadigan, mana bu Zarkent qishlog'i bo'ladi. Mana manzarani yomon. Bunaqasi to'g'risi. Uncha joyi yo'q. Keyin yagona bo'lgan manzara. Tog'ga qaranglar. Qara. Mana tog' ustida odam. Tepada endi men telefonimni bu darajada yaqinlashtirib ko'rsata olmaydi. Atak lekin odam mana shu ko'rinib turgan sarqararoq yuribdi o'zi. Mana shu Parkentimizning tog'lari. Toshkent shahridan ham mana shu tog'lar ko'rinadi. Oppoq qorlari bilan. Sizlarga ham kelishni maslahat beraman. Misol uchun hamma hozir ro'za oyi, ro'zador, ro'za qiyin bo'ladi. Insonning irodasiga bog'liq. Mana do'stim ham ro'zador, o'zim yeyman. Mana shu do'stim ro'zador. Hozir yana 3-4 ta og'aylarim chiqib kelyapti. Bular minnat qilishiga haqqi yo'q avvalamboshiy, lekin shu holatda ham o'zining irodasiga katta. Bemalol kesaklar bo'ladi. Botlarga kirish tekin, emas. O'zingizni irodangizni sinab bemalol toza havoda nafas olib ketishga sizlarni ham chaqirib qolaman. Mana bu tog' qarasanglarchi manzarasini, dahshatligini.